Bismillahirrahmanirrahim. Ramazandagi axloqingiz. Sadece İslam bilimlari to'g'ri. Taqvalıqqa erişiş, ro'za tutishdan iborat farz ibodatni mukammal ado qilishning ichki ta'siri bo'lsa, go'zal adab axloq uning tashqi ko'rinishidir. Bir shaxsning ichki dunyosining yaxshi bo'lishi tashqi ko'rinishda o'z ifodasini topadi. Shunglashqa ro'zalar ayminish va itoatning nurlari parlab turadigan eg'ir besiq, salmoq va qalbisob ko'rinadi yoki shundoq ko'rinishi kerak. Güzel axloqning shundoq bir mohiyati borki, uning bilan zinatlanganlarni va uningga muvaffaq qilinganlarni ko'rgan kishi darhol tanib oladi. Hasan Basri mundaq deydi: "Güzel axloqning mohiyati yaxshiliklarni ko'p qilish, boshqalarga aziyat bermaslik va tabassum qilishdir." Qozi Iyaz mundaq deydi: "Güzel axloq kishilar bilan xushxuy holda aralashib yashash, ularga do'stlik izhor qilish, kuyinish, ig'irchiliklarni ko'tarish, afu qilib o'tish, yoqtirmaydigan ishlarni qilsa sabr qilish, kibr va manmanchilikni tashlash, g'azablanish, kayish va qo'pol muomala qilishdan uzoq turishdir." Ko'rganimizdek, go'zal axloq shariatda talab qilingan, qilishga har qanday kishining kuchi yetadigan, boshqalarga foydasi tegishdan ilgari shaxsning o'ziga foydasi tegadigan ishlardir. Shuning uchun payg'ambar sallallohu alayhi va sallam go'zal axloqqa buyurgan va Abu Zar radhiyallohu anhuga mundaq degan: "Qayerda bo'lsang Allohdan qo'rq. Bir xatolik qilib salsang, u xatolikni o'chiradigan go'zal ishdan birini qil va insonlarga go'zal axloq bilan muomala qil." İnsanlarga güzel axloq bilan muomala qilish bo'lsa, ular bilan go'zal axloqning talab taqozzolari bo'yicha aralashib yashashni ko'rsatdi. Payg'ambar alayhissalom mundaq deydi: "İnsanlarga aralashib yashaydigan va ularning aziyatlariga sabr qilgan mo'minning ajri insonlar bilan aralashmaydigan va ularning aziyatlariga sabr qila olmaydigan mo'mindan buyukdir." Qisman kishilarning Ramazondagi adab axloqi dal aksicha bo'lib qoladi. Ro'zni bahona qilib nihoyat sat qo'pallashib ketadi. Boshqalarga yo'l qo'ymaydi, rahim shafqat qilmaydi, boshqalar bilan ulfatlashmaydi, boshqalarmi u kishi bilan ulfatlashmaydi. Har qanday kishi ba'zi mushundoq kishilar bilan sinilib qolishi mumkin. Bularning qilgan ishlariga sabr qilish va afu qilib o'tish yaxshilik va go'zal axloqning qatoridandir. Bu haqda Imom Ahmad mundaq degan: "Go'zal axloq insonlarga kamqursoqlik qilish va afu qilib o'tishdir." Ramazon ayini mayli shaxsiy yoki ijtimoiy saviyada bo'lsin, yurish-turish, nafs va axloqiy jihatdan mukammallashtiradigan bir programmaga aylantirishimiz tamoman mumkin. Shaytonning zanjirlanishi va ro'za tutishlarga xotirjamlikning tushishidan iborat sharoitlar ro'zadorlarga yangi go'zal xislatlarni barpo qilish va taraqqiy qildirish uchun voz kechgili bo'lmaydigan fursatlarni ato qiladi. Bu programmani yilning boshqa vaqtlarida davomlashtira olishimiz mumkin. Ramazonda Alloh taologa yaqinlashishimiz uchun qilishga tegishli amallarning qatoriga go'zal axloqni qo'shishimiz to'lim zarurdir. Go'zal axloq yaxshilik amallarining eng afzali va eng yaxshisidir, balki yaxshilikning o'zidir. Bir odam payg'ambar alayhissalomdan yaxshilikning nima ekanligini so'rash uchun keldi. Payg'ambar alayhissalom u kishiga "Yaxshilik go'zal axloqdir" deb javob berdi. Biz Qur'on Karimdagi yaxshilikni, ya'ni go'zal axloqni ustun qilgan bu ishoratlarni tafakkur qilib boqaylik. Qur'on Karim insonlarning yaxshilik haqidagi tushunchisini shakl va ko'rinish bilan cheklab qo'ymasdan, ichki dunyo va mohiyatni isloh qilishdan iborat to'g'ri tarafga yetaklaydi. Alloh taolo mundaq deydi: "Sizlarning kun chiqqan va kun patgan tarafga yuz keltirishinglarning o'zila yaxshi amalga yetmaydi, balki Allohga, oxirat kuniga, farishtalarga, kitobga, ya'ni Alloh nozil qilgan kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirish, Allohni suyish yuzidan xishaqlibalarga, yetimlarga, miskinlarga, ibn sabillarga, ya'ni pul meldan aloqasi uzilib qolgan musofirlarga, soillarga va qullarning ozodlikka erishishga pul mol yordam berish, namoz o'qish, zakat berish, ahdiga vafo qilish, yo'qsizlikqa, kasallikka va Allohning yo'lida qilingan urushga bardoshlik berish yaxshi amalga kiradi." Ana shular, ya'ni yuqori sifatlarga ega kishilar imonida rostchil odamlardir, ana shular taqvodorlardir. Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga va oxirat kuniga iymon etish, nafslarda davomli yaxshilik qilish, go'zal axloq, sila rahimni ulash, vafodor bo'lish va sabrchan bo'lish qatorliqlarga undaydigan bir ruhni olib keladi.
Ko'rganingizdek, bu axloqlar taqvoliq sifatlaridir va Ramazon dal mushu taqvoliq usulida yo'l qo'yilgan. Ro'zlar qarindishim, taqvoliq bilan go'zal axloq orasidagi munosabatning naqadar kuchligiga diqqat qiling. Shuning uchun Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga u ikkisining taqvoliq va go'zal axloq orasini birlashtirib berdi. Payg'ambar alayhissalom, "Men sizlarning oranglarda Allohdan eng ko'p qo'rquvchi va Allohga eng ko'p taqvoliq qilguvchi" degan hadisda aytganidek, insonlarning eng taqvosi edi. Uning ustiga ularning ichidagi eng axloqli edi. Shunga Alloh taolo payg'ambar alayhissalom haqida mundaq deydi: "Ey Muhammad, sen haqiqatan buyuk axloq egisan." Bu yerda taqvoliq bilan go'zal axloqning o'rtasidagi aloqa ro'shanlashadi. Taqvoliq banda bilan Allohning o'rtasidagi munosabatni yaxshilashtir. Yaxshilik va go'zal axloq bo'lsa, uning o'zi bilan insonlar orasidagi munosabatni yaxshilashidir. Banda o'zi bilan Rabbining orasidagi munosabatni yaxshilagan bo'lsa, taqvodor bo'ladi. O'zi bilan insonlar orasidagi munosabatni yaxshilagan bo'lsa, yaxshilik qilguvchi bo'ladi. Ramazon har ikki ishni qilishga chaqiradi. Qur'on Karimda: "Ey mo'minlar, gunohlardan saqlanishinglar uchun sizlardan ilgirkilarga, ya'ni ilgirki ummatlarga ro'z farz qilingandek, sizlarga ham Ramazon ro'z farz qilindi." Hadis sharifda payg'ambar alayhissalom undaq deydi: "Sizlardan biringlar ro'z tutgan bo'lsa, sat gap qilmasin, vaqirab chaqirmasin." Bir shaxsda taqvoliq va go'zal axloqning birlikda tepilishi uni Allohga yaqin qilingan avliyolarning sifiga ulashtiradi. Bu ikki sifatni yoki birini yo'qotib qo'yish kishining jinoyatchilarning yo'liga boshlaydi. Go'zal axloq yaxshilar bilan fojirlarning yo'lini ayiradigan bir fasl bo'lganligi uchun Alloh taolo go'zal axloqni payg'ambar alayhissalomning muhim vazifalaridan biri qildi. Bu haqda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Shubhasizki men go'zal axloqlarni tamomlash uchun avatildim." Payg'ambar alayhissalomning avatilishidan ilgari bu axloqlarni chang to'zonlar va qorong'uliklar bosib olgan bo'lib, mukammallashtirish va go'zallashtirishga muhtoj edi. Payg'ambar alayhissalom uni go'zal va komil holda qaytarib, isil sifatlarga ega qilish uchun avatildi. Ramazon haqiqatanmi ulug' bir oydir. Chunki bu oyda tushirilgan Qur'on Karim tushirgichisi Alloh subhanahu va taolo shak-shubhasizki u ulug' Qur'ondir deb sifatlagandek ulug'dir. Texmi muhimi, Alloh subhanahu va taolo o'zini: "Ey inson, seni ulug' Parvardigoring osiylik qilishga nima oldi?" deb sifatlagandek ulug'dir. Yana kelib bu Qur'onni elib tushgan farishta Jibril alayhissalom Qur'on Karimda sifatlangandek ulug'dir. Qur'on haqiqatan Allohning izzatli bir elchisi orqali nozil qilingan so'zidir. U elchi kuchlidir, Allohning dargohida martabalikdir. Hamda bu Qur'on Karim ustiga tushirilgan zotmi insonlarning eng ulug'idir. Undaq ekan, Qur'on Karimni axloqlarning eng ustun darajalariga undag'ichi deb qarasak, qilchi mubolag'a bo'lmaydi. Payg'ambar alayhissalom go'zal axloqlarni mukammallashtirish uchun avatilganda, eng avval o'zi Qur'on Karim axloqi bilan axloqlanish va uning axloqlaridan to'yinish bilan birlikda u axloqlar bilan zinatlandi va Qur'onning axloqiga zid keladigan har qanday ishdan uzoq turdi. Aisha radhiyallohu anha payg'ambar alayhissalatu vassalamning axloqlari haqida so'ralganida, u zotning axloqi Qur'on Karim edi deb javob bergan. Payg'ambarlar, taqvodorlar va solihlarga tarqalgan butun go'zal axloqlar barliq payg'ambarlarning imomi va tuganchisi bo'lmish payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning shaxsiyatida to'plangan edi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga ularning hammasining axloqi tarqalgan go'zal xuluqlarni to'plab bergan edi. Payg'ambar alayhissalom axloqlangan Qur'on Karim tushgan vaqtidagidan qilch ko'nrab qolgani yo'q. Uning bilan axloqlangan payg'ambarlarning hayoti zihinlarda jonliq va ruhli holat yashamoqda. Ro'zlar qarindishim, sexiylik va go'zal axloqning iyida yashayolganligingizdan faxrlaning. Go'zal axloqdan mo'l nasibaga erishib, imoningizni mukammallashtirish va Rabbingizning muhabbatini qo'lga keltira olishingiz uchun bu Ramazonda o'zingizni buyuk g'oyaning oldiga qo'yishingiz vojibdir. Shubhasizki, mu'minlarning eng komilroqi axloq eng go'zal bo'lganlaridir va haqiqatan bandalarning Alloh eng suyumlikroqi axloqi go'zal bo'lganlaridir. Ruhingizni go'zal axloq va taqvoliq bilan zinatga olsangiz, Rabbingizning roziligiga erisha olasiz va jannatda payg'ambar alayhissalomning qo'shnisi bo'la olasiz. Payg'ambar alayhissalom aytganki, sizlarning menga eng suyumlikroqinglar va qiyomat kuni o'rin jihatda eng yaqin bo'lganinglar axloqi eng go'zal bo'lganinglardir. Menga eng nafratlik bo'lganinglar va qiyomat kuni o'rin jihatda mendan eng uzoq turadiganinglar valoq takkurlar, og'ziga kelganni biljirlaydiganlar va kibri bo'lganlardir.
Ey Allah, bizni amallarning va axloqlarning eng go'zallariga yetaklab qo'ysizlar. Sizlardan boshqa hech kim eng yaxshisiga hidoyat qila olmaydi. Va bizni yomon axloq va yomon amallardan uzoq qilsizlar. Sizlardan boshqa hech kim yomonliklarni uzoqlashtira olmaydi. Amin. Manba Ramzanning ro'yi va uning ma'nosi nomli kitob. Tarjimada Muhammad Tursun Yusuf.